Assalomu alaykum bratlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bugun Discord server ochamiz va uni rollarini nastroyka qilamiz. Hammasini o'rgatib boramiz. Discord server ochib oldik. Bizda rol yo'q, mana rol yo'q. Birinchi o'rinda nom yozamiz. Nom mana. O'zimizga kerak. Masalan, siz tem ochmoqchisiz. Tem bo'lsa, o'z meni tem. Misol uchun bu xohlagan bo'lmasa, xohlagandagizda rollar yaratish uchun mana rol listiga kategoriya bor. Bosasiz. Bu yerda bosasiz. Mana bu rol yangi a'zo deb yozsangiz ham bo'ladi, har xil admin deb yozsangiz bo'ladi. Masalan, yangi a'zo. Mana bu yangi a'zo. Mana bu yerda rang sariq, xohlasangiz ko'k, xohlasangiz qizil, xohlasangiz qora. Men qora qo'ydim, sariq qo'ydim. Bu yerda o'zlari pravilalari bor. Pravilalar. Bu nima ish qilishini bu yerda hozir bitta aytib chiqaman. Mana bu narsa Vibes Channels degani bu yo'qsiz mana bu yerdagi channellar, mana bu channel deyiladi. Channellarni o'chiriladi va o'zgartiriladi. Keyin bu manage channel delete qilaygan. Bu adashib ketibman. Delete qiladi. Bu rol beriladi va rollarni nastroyka qilinadi. Bu emojilar. Mana o'kos emoji o'chirib, emoji qo'shadi. Bu autolog. Bu logs degani. Autolog mana bu narsa. Serverda nima qilsa, bu yerda tushaveradi. Shu narsa ko'rinadi. O'sha narsalar administratorga ko'rinadi. Keyin webcast. Bu server tomonidan bot orqali yozadigan narsa. Buni bossangiz, uni keyingi videolarda ko'rsataman. Manage server. Bu server nomi, hamma narsalarini o'zgartiriladi. Yana qaysilar bor? Invite. Bu server silkasini oladi, mana bu narsa. Bu nick va o'zgartiriladi. Bu nick qo'yadi, bu o'zgartiriladi. Bu kick qiladi, serverdan chiqaraveradi. Bu ban qiladi va bandan oladi mana bu yerda ban bo'ladi, bandan oladi. Oxirgisi timeout. Bu mod beriladi. Ovoz chatlar va oddiy chatlardan, yozuvchi chatlardan yozilmaydi. Set message. Bu tekst yozilishi uchun. Bu mana bu narsa, mana bu narsa. Mana bu narsa. Bu ancha narsani o'rnini bajaradi. Yana nimalar qoldi? Public. Uni ham xuddi shu narsa. Ko'z mana bu uchovi bir xil narsa. Bu links. Serverda link tashlanadi, tekst har xil narsa. Bu fayl. Server media bo'yicha fayl tashlanadi. Mana bu tuzsa stiker qo'yiladi. Masalan, siz stiker bir narsa qo'ymoqchi bo'lsangiz, shuni yoqasiz, ular stiker qo'yadi. Emoji bilan stiker, bular stikerlar tashlanadi. Mana nitrosi borlar. Ular mana bu efir va xayri. Efirioni degani bu hammaga, bu xayri onlayn bo'lganlarga. Shularga tashlab, buni ko'plar youtuberlar uchun yoqadi. Mana bu pen qilinadi. Pen. Bunisi ham men aytgan narsa bular delete qilinadi. Mana bu narsani delete qilinadi. Nimalar bu? Bizlar hozir mana bu narsa hamma mana bu sekretniy chatlarda shu a'zolarga hech nima ko'rinmayotgan qilib qo'yasiz. Channellar turadi, lekin ichidagi narsalar ko'rinmaydi. Set bu mana bu narsa message'larda qiladi. Ko'rinayotgan va yozilayotgan qiladi. Set voice. Bu voice degani mana bu. Mana bu narsa. Mana yozayapti, shu narsa.
bu polis, mana bu. Birdan shuni aytib ketmabman. Mana. Qanday qilsam. Bitta bo'lsangiz ovoz beradi mana. Uni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'lsan keyin qani nima bu? Bular mana bu uchovi voice'larga yoqiladi. Bu uchovi yoniq turishi kerak o'zi. Og'iz o'zidan ovoz chiqaradi. Masalan, har xil ovozlar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, shunaqa narsalar. Bu push taktiki. Push tak degani mana bu narsa. Mana push tak. Bu bitta knopka ulab qo'yasiz, gapirasiz. Shunaqa narsa. Push taktiki. Mana bular shunaqa narsalar. Hammasi ovozniki. Bu 3 narsa ovozni mut qiladi. Mana bu 3 narsa ovozni mut qiladi, bu status ko'radi. Bu comment chatga, bu mana members mana shunga yozib qo'yibdi-ki, aziz memberda mana shuni ko'rish. Linkini mana shu narsalarni ko'rish, informatsiyasini ko'rishda. Informatsiyalarni ko'rish. Keyingisi mana apps. Postni display o'chirayotgan narsa. Postni event va bu eventlar yaratadi, o'chiradi. Administrator prova bu hammasi yoniq bo'ladi. Administrator lekin bo'ladi olmaydi, hammasi yoniq bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'ladi. Discord serverda keyingi videoda 10 ta like qilsanglar, channellar yaratamiz va sizlar uchun bitta server mana konkurs qilib o'ynaymiz. Hammaga rahmat.